Agar qiz butunlay yo'qolib ketsa yoki seni rad etsa, uning egosini qanday qilib sindirish mumkin? Qizlar odatda seni rad etadi, chunki ularning ego darajasi haddan oshgan. Ular buni o'z g'ururini bo'ktirish uchun qiladi. Sen esa ularning egosini sindirishing kerak. Birinchi qadam, hech qanday reaksiya berma. Hech qanday g'azablangan xabar yuborma. Ijtimoiy tarmoqlarda kuzatma. Men baribir uni xohlamagandim degan yolg'on gaplar aytma. Jimlik sening quroling. Agar unga birinchi yozsang, u o'zini g'olib deb hisoblaydi. Yaxshisi mana bunday qilib ko'r. Instagramda har qanday Reels'da поделиться knopkasini bos va directga ulashish bo'limiga o't. Agar u ismlar ro'yxatida chiqsa, demak u seni kuzatyapti. Pushaymon bo'lgan, lekin baribir yozma. Ikkinchi qadam, qizil ko'ylak metodidan foydalan. Bu psixologik trigger juda ham zo'r foyda beradi. Agar qizil ko'ylak metodini bilmasang, Telegram kanalimda buni batafsil tushuntirib qo'yganman. Hozir o'tib o'qi. Uchinchi qadam, hech qachon 2 marta yozma. Agar sen 2 marta yozsang, u o'zini boshqaruvdi deb o'ylaydi. Lekin agar sen jim tursang, u shubha ostida qoladi. Sen bilib bo'lmaydigan odamga aylanasan va mana shu narsa uni ichkaridan egosini parchalashga sabab bo'ladi. Endi gapimni diqqat bilan eshit. Agar munosabatlarda rostdan dominant bo'lmoqchi bo'lsang, Amorex Telegram kanaliga qo'shil. U yerda 10 marta yaxshiroq strategiyalarni o'rgataman.